Xo'p, necha kundan beri baliq ovlayapman. Yana bir ovlab kelaymikan-a? Oy, yomg'ir ham yog'ib boribdi. Endi nima qilaman? Uyga borardimda nima qilardim? Hammaga salom bolalar. Sizlar bilan men Margo. Xo'p, hozirgi videoda men baliq ovlagani, chodir qurib, biroz dam olgani chiqdim. Mana ko'rib turganingizdek yomg'ir yog'ib bordi. Lekin bu yerda bir kun tunab qoldim. Do'stlar, chodir nega yopiq desanglar, sovuq kirdi o'shaning uchun. Chodir ochiq bo'layapti deganlar uchun, sovuq kirgani uchun yopib qo'ydim do'stlar. Tak bo'lmasa men uyga ketaveray ekan. Uyga ham borishim kerak-da. Amal bu chodir turib turaversin. Mana bu pechkani esa uyimdan oldim, uyimdan. Ko'ruvchi mazza qilib baliq pishirib yemoqchi edim, 2 kun turmoqchi edim hamayli. Xo'p do'stlar, men kelmaganimda qishloq yaxshimikan? Qishloqlardan so'rayman-da, nima qilardim boshqa? Qishloqlar, yaxshimisizlar, tuzumsizlar? Ha, yaxshi, o'zim nima ishing bor? Ko'ruvchi uyim yaxshi turdimi men kelganimcha? Ha, yaxshi turdi shekilli, biz qaraganimiz yo'q. Nega qaramaysiz sizlarga ishonib ketganman-ku uyimni. Sovuqda tezroq uyga kirib olish kerak. Do'stlar, sizlar ungacha like bosib, kanalga obuna bo'ling. Biroz qurinib olamiz va mana bu pechkani qo'yamiz. Lavani oldida biroz sinib olay. Telefonim ham ancha zaryadkasi tugab qolibdi. Uyim ochiqmi uyim? Yaramas, kalit uyda qolib ketibdi-ku. Uyimni qulflash esimdan chiqib qolibdi. Endi nima qilaman? Mana bu yerlarni qaranglar. Men kelganimcha nimalar bo'lib ketgan. Sovuqligini narsalarni solib qo'ysak bo'lmasam do'stlar, o'z kompyuterni yoqib montaj ishlarini olib boraman. Xo'p. Mana bo'ldi. Endi buni YouTube'ga yuklasam bo'ldi. Yuklashga bosib qo'yamiz. Men bu yerga Wi-Fi ham olishim kerak. Wi-Fi olsam yaxshiroq bo'lardi, to'g'rimi do'stlar? Xo'p, bo'lmasa nima qilamiz endi? Qishloqqa nega men uyimga kiryapsan? Iltimos, bir kunga. Yo'qol, yaramas qishloqqa. Yo'qol, chiqib ket. Vapshe uydan chiqib ket. Sanlar ham zeriktirib yubording. Ma. Sanlar kaltaylash kerak. Va nihoyat haydab chiqardim ularni. Xo'p do'stlar, endi nima qilsam bo'ladi? Tak, endi biroz polizimni ko'raychi, polizim. Nima o'sibdi polizimni yig'ishtirib olaman hozir. Men sabzini juda ham yaxshi ko'raman, jitallarga o'xshab. Lekin men jital emasman, ko'rib turganingizdek. Men insonman, odam. Ko'ruvchi endi mana mana bu yerlarga sovuqda yomg'ir yoqqanda yaxshi o'sibdi. Xo'p, ularni ham olamiz. Yomg'ir bizga yaxshi keldi bu safar. Polizlarimiz o'sib qoldi. Mana bo'ldi. Endi bularni
solib qo'yishimiz kerak. Endi nima qilaman? Biroz telefon ko'raymikan? Kompyuter ko'raymi yoki? Hop. Mana bu video qiziqligim. Bo'ldi, zerikdim. Mashitlarni to'g'rilayman endi. Ish ham qilib turish kerak odam. Tak. Hop, mana bu yer ham. Do'stlar. Yo'q, bu yer qayer? Yo'q. Qoch. Do'stlar, ko'ryapsizlarmi? Yo'q, do'stlar, ko'rdinglarmi bu yerni? Do'stlar, ichim qizib ketyapti. Bu yerga kirmasam bo'lmaydi. Hop. Birorta narsa bilan kiraymi men yoki? Tak, hamma tapobni olib olaylikchi. Shu yerda tur. Hop. Bu jutel, yaxshimisan? Ha, yaxshi, yordam bermang, iltimos. Mayli, seni qutqaraman. Ana, chiq bu yerga. Hop, mana chiqyapman. Rahmat senga. Qochish kerak bu yerdan. Ha, qochamiz. Mana bu yerda yaramas nima qilyapsan sen? Kel, yaramas jutel. Yo'q, tushib ketdim. Endi nima bo'ladi? Yordam beringlar, jutellar. Xo'p do'stlar, videoni shu joyigacha ko'rgan bo'lsanglar, rahmat. Men hozir telefon qilib qutqarilib chiqib olaman. Hammaga xayr.